O'zbekistonliklar eng ko'p qaysi davlatlarga borishyapti? 2025-yilning yanvar-avgust oylariga qariyb 5,2 million o'zbekistonlik chet elga safar qildi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 26,8% ga ko'pdir deb xabar berdi Milliy statistika qo'mitasi. Safarlarning 80% qo'shni Qirg'iziston, Qozog'iston va Tojikiston hissasiga to'g'ri keldi. Bu mamlakatlarga jami 4,1 milliondan ortiq fuqaro borgan. Shu jumladan Qirg'iziston 2,3 million nafar, Qozog'iston 956 ming nafar, Tojikiston 887,9 ming nafar, Rossiya 312,7 ming nafar, Turkiya 181,7 ming nafar, Saudiya Arabistoni 165,7 ming nafar, Birlashgan Arab Amirliklari 94,2 ming nafar, Misr 45,4 ming nafar, Vyetnam 28,5 ming nafar, Xitoy 27,6 ming nafar. Xo'sh, sizning turmush o'rtog'ingiz oxirgi marta qaysi davlatga olib boraman deb va'da qilgan edi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.